Behrozbek, nimaga yig'layapsiz? Onangiz shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Onajonisi, agar bizni ekran qarshisida ko'rib turgan bo'lsangiz, bolangiz sizni shunchalik yaxshi ko'rar ekanki, mana telefon orqali ham ko'zlaridan yosh arimayapti. Onajon, bizni baxtimizga har doim sog' bo'ling. Onajon, ayajon, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga doim sog'-omon bo'ling. Onajonim mehribon. Jonimda har lahza yaxshi ko'raman, o'lgunimcha yaxshi ko'raman. Jannatim onajonimda yaxshi ko'raman. Otajonimda yaxshi ko'raman. Ular meni borlig'im, ular meni katta qildi, o'stirdi. Meni onajonim dunyodagi eng go'zal ayol. Men onamni Malika Safiyaga o'xshataman. Mening onamdan gullarning hidi keladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Hammamiz onajonlarimizni yaxshi ko'ramiz, a? Hozir sizlarning onajonlaringizni qanchalik yaxshi ko'rishlaringizni o'zlaringizdan so'rab olaman. Bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi va agar sizni mana shu ekran qarshisida onangiz tomosha qilib turgan bo'lsa, sizni qanchalik yaxshi ko'rishingizni butun O'zbekiston onajonlaringizni o'ziga ham yetib boradi. Onajonlarimizni birgalikda tabriklaymiz, ularga dil izhorlarimizni yo'llaymiz. Ular sizlarni nima deb erkalashlarini o'zlaringizdan bilib olamiz. Hamma tayyormi? Onangiz sizni nima deb erkalaydilar? Onam meni asal qizim deb erkalaydilar. Onam meni yaxshi bolam deb erkalaydi. Onam meni mehribon qizim deb erkalaydilar. Onam meni yaxshi deb erkalaydi. Onajonim meni assalim deb erkalaydilar. Onajonim meni toychog'im deb erkalaydilar. Mening onam Umidaxonim, go'zalim deb erkalaydilar. Onajoning sizni nima deb erkalaydi? Onajonim meni o'g'lim deb erkalaydilar. Barakalla. Elyorjon, onangiz sizni nima deb erkalaydilar? Mening oyim asal o'g'lim deb erkalaydi. Mening oyim shirin so'zim, farishtam, uyimiz ko'rka deb erkalaydi. Mana o'quvchilardan onasi nima deb erkalashlarini bilib oldik. Ana endi onalardan nimani hidi keladi? Shuni so'rab olamiz. Onangizdan nimani hidi keladi? Jannat ko'yim onamdan jannatni hidi keladi. Gul va rayhonlarning hidi keladi. Mening onamdan nargis gul hidi keladi. Mening onamdan gullarning hidi keladi. Mening onamdan binafshani hidi keladi. Mening onamdan har xil gullarning hidi keladi. Mening farishta onamdan jannatni hidi keladi. Oltinbek, onangizdan nimani hidi keladi? Mening onamdan turli tuman gullarning hidi keladi. Mening onamdan atirgul, lola va chechakda hidi keladi. Mening onajonimdan qulupnay, bananning hidi keladi. O'quvchilardan so'raganimizda onalardan nimani hidlari keladi deb so'raganimizda ular turli tuman javoblarni berishdi. Ana endi onalarini nimalarga o'xshatishlarini so'rab olamiz. Onangiz nimaga o'xshatasiz? Farishtaga. Mehribon insonga o'xshataman. Men onamni Malika Safiyaga o'xshataman. Men onamni dunyodagi eng mehribon, eng g'amxo'r insonga o'xshataman. Men onamni farishtaga o'xshataman. Meni onajonim dunyodagi eng go'zal ayol. Men oyimni dunyodagi eng zo'r farishtaga o'xshataman. Men oyimni jannatga o'xshataman. Oyimni hech narsaga o'xshatmayman. Mening oyim dunyodagi eng bebaho ayol. Men onajonimni dunyodagi eng chiroyli lolalarga o'xshataman. Mana Behrozbek, hozir onangizga telefon qilaman. Ularni qanchalik yaxshi ko'rishingizni aytib bayram bilan tabriklaysiz. Tayyormisiz? Bor ichingizdagi dardingizni aytasiz. Alo, assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Behruzjon, yaxshimisan? Aktivitort xalqaro xotin-qizlar bayramidasiz. Tabriklayman, sizga bergan orzularim kechiring. Yig'lama, ta'lim. Qancha kerak siz kechiring.
Mani xafaqimagan bo'lar, yig'lama. Hop. Mayli, rahmat, sani yaxshi ko'raman. Ustozing tabriklab qo'y. O'zbek nimaga yig'layapsiz? Onangiz shunchalik yaxshi ko'rasiz. Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Qanchalik o'zi shuncha jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Onajonisi, agar bizni ekran qarshisida ko'rib turgan bo'lsangiz, bolangiz sizni shunchalik yaxshi ko'rar ekanki, mana telefon orqali ham ko'zlaridan yosh arimayapti. Nursulton, mana hozir onangizga telefon qilib beraman. Siz ham ularni tabriklashingiz mumkin. Aya, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men sizni yaxshi ko'raman, aya. Qo'lingda o'zim o'rtog'imni. Katta bo'lsam sizni umr safariga olib boraman. Qanchalik yaxshi ko'raman, shunchalik yaxshi ko'raman. Mana sen yaxshi ko'raman uni. Nursulton, bayramba tug'ilsanmi o'g'lim? Yig'lama o'g'lim, mana sen dunyoni yaxshi ko'raman. Xo'p. Yaxshi ko'rasiz onangiz. Bo'ldi, yig'lamang. Apa, men sizni yaxshi ko'raman. 8-martingiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizga telefon qilib beraman. Qanchalik yaxshi ko'rishingizni aytib, bayram bilan tabriklaysiz. Alo. Assalomu alaykum, apa. Sizni yaxshi ko'raman. Salom qizim, men ham seni yaxshi ko'raman. 8-mart bilan tabriklayman. Rahmat asalim, seni ham, ustozingni ham, dugonalaringni ham hammalarni tabriklayman mana. Sizni mingta ota-onaga alishmayman. Men ham seni 10 ta qizga almashmayman, qizim, yaxshi ko'raman seni. Eng aqlli, eng odobli qizsan asalim. Men sizni katta bo'lsam umra safarlariga olib boraman. Rahmat, sana baxtimga sog' bo'l. Sog'likka farzand bo'lsan ham, yurtimizga naf tegadigan qiz bo'lgin. Ustozingga ham rahmat aytib qo'y, juda xursand bo'ldim. Siz meni farishtamsiz. Voy asalim, sana men farishtamsan, yakkayu yagonamsan. Rahmat qizim, rosa ham xursand bo'ldim, yig'ladim xursandligimdan. Rahmat asalim. Yana bir marta 8-mart bilan tabriklayman. Rahmat jonim, seni ham tabriklayman. Nega yig'laysan? Yaxshi. Onajonlarini juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Baxtlariga sog' bo'ling. 8-mart bayrami muborak bo'lsin. Shahrizoda, hozir men sizga onangizga telefon qilib beraman. Qanchalik yaxshi ko'rishingizni aytib, bayram bilan tabriklaysiz. Alo. Alo, Ha. apa. Men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat qizim, men ham seni yaxshi ko'raman. Asal qizim o'zimda. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklayman.
Rahmat qizim, nima yig'laysan? Yig'lama. Oho. Aynan Sizni sen ham yaxshi tabriklayman, ko'raman. sen ham bayram. Rahmat qizim, o'zing ham bayraming bilan. Ustozing ham tabrikladingmi bayrami bilan? Bo'pti, mayli qizim, yig'lama. Rahmat qizim, aynan asal qizim. Mani kechiring, sizni shuncha xafa qildim. Mayli qizim, yig'lama, asalim aynan tilla qizim o'zimda. Xo'p. Men ham seni yaxshi ko'raman, aynan. Yig'lama qizim. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Mayli, bo'pti, asal qizim, o'zim chiroyli qizim. Onangizni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Sizni yig'lashingizni ko'rib, to'g'risi men o'zim ham ta'sirlandim. Agar oyisi bu kadrlarni tomosha qilib turgan bo'lsangiz, biz ularni xafa qilish niyatimiz yo'q edi, chunki 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni. Bu yerda farzand qanchalik onasiga dilidagi gaplarni aytsa, bu shunchalik kamda. Bizni o'ylashadi, mana shu tasvirga olish paytida bolalarni o'rgatasizlar, yig'laysan deysizlar yoki chimchilab qo'yasizlar, shundan keyin yig'laydi deydi. Yo'q, biz aslida bunaqangi qilmaymiz. Hammasi tabiiy bo'ladi. Hozir mana shu qizga ham onangizni tabriklaysizmi deganimda albatta tabriklayman degandilar, lekin afsuski yig'lab yubordi. Bu ta'sirlanganidan. Barcha onajonlarimiz baxtimizga sog', salomat bo'lishsin. Onajoningizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Onajoningizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Onajonimni dunyolardan ko'p yaxshi ko'raman. Borlariga shukr. Bizga bosh bo'lib yuribdilar. Mana hozir onangiz bizni kuzatib turibdilar. Nima deya olasiz? Onajon, bizni baxtimizga har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Oilaviy baxtimizga sog' bo'ling. Aytmayman. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Yana kim bor bu yerda? Mana shu kim chiqsa tepaga chiqamiz. Xo'p, onangiz qanchalik yaxshi ko'rasiz? Onamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Mana hozir onangiz ekran qarshisida tomosha qilib o'tiribdilar. Ularga nima deya olasiz? Jon, sizni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq sizni yaxshi ko'raman. Hozir endi aytishga hayajonlanaman-da. Onajonim, sizni hajlarga olib boraman. Baxtingiz sog' bo'ling. Onangiz qanchalik yaxshi ko'rasiz? Onamni onam dunyolarga alishmayman onamni. Onamga hurmatim cheksiz. Qanchalik yaxshi ko'ramizki, uni ta'riflab bo'lmaydi. Mana sizni ekran qarshisida onangiz tomosha qilib turibdilar. Nima deya olasiz? Onajon, ayajon, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga doim sog' omon bo'ling. Dunyodagi jamiki yaxshi tilaklar bo'lsa, bularning hammasi menimcha ona uchun kam deb o'ylayman-da. Yaxshi ham borsiz, onalar bo'lmasa, menimcha qiyin bo'lardi amalasa. Rahmat. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Onajoningizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Qancha ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi ko'raman. Ular ta'riflab bering. Onajonim mehribon. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Mana shu munosabat bilan onangizni bir chiroyli ta'riflab, ularda bir cheksiz hurmatingizni izhor etsangiz. Onajon, 8-mart bilan tabriklayman. Bayramlarda ko'pini ko'ring. Men sizni yaxshi ko'raman. Cheksiz deydi-ku. Goh qayg'u, goh quvonch, faxr paytlar bor, lekin onangdek insonni totib bo'lardi. Ayajonim, men sizni sen yaxshi ko'raman. Nima bo'lsa ham ayolim eplolmayman degan paytda ham qizim, senga ishonaman degansiz. Men sizni bashim yaxshi ko'raman. Mnogoligini men seloyman. Biz ustozlar shunday o'quvchi qizlarimiz, talantli qizlarimiz borligi bilan juda ham faxrlanamiz.
maktabimizni qizlarini, o'qituvchi ayollarni, hamkasbalarini, hammasini bugungi bayram bilan xalqaro 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hasanjon, onangizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Onamni juda qattiq yaxshi ko'raman. Onangiz Oynai jahon orqali ko'rib turibdilar. Nimalarni tilaysiz? Onajoningizga dil izhorlaringizni, yurakdagi gaplaringizni bemalol yo'llashingiz mumkin. Bu yerda nafaqat onangiz, balki butun O'zbekiston tomosha qilyapti. Onam dunyodagi eng yaxshi ayol. Jonlar sog' bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Onangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Deylar. Onam men uchun juda ham yaxshi. Onamni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng yaxshi onalar. Bayramlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Iloyim yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin. Onajonlaringizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Bir ta'riflab bemalol onajoningizga dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. Bugungi bayramingiz bilan tabriklayman. Siz nima deyapsiz? Onajon, men ham sizni yaxshi ko'raman. Bayramlaringiz bilan tabriklayman. Iloyo bizni baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring. Yuzdoshlarga kirish nasib etsin. Onam juda ham yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha turing onajon. Onangizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Jonim, dunyo turguncha tursinlar. Onajonimni har lahza yaxshi ko'raman. Uni o'lgunimcha yaxshi ko'raman. Jannatim onajonimni yaxshi ko'raman. Otajonimni yaxshi ko'raman. Ular meni borlig'im, ular meni katta qildi, o'stirdi. Ularga bundan rahmat aytaman. Juda ko'p yaxshi ko'raman. Ularga rahmat. Dunyo turguncha tursinlar. Ularni o'zim hajga olib boraman. Niyat qilganman. Onangiz qaysi jihatlari sizga ko'proq yoqadi? Menga mehribonlar. Keyin men juda ko'p erkaklar, mehribonliklari yoqadi. Keyin bizni hammamiz yaxshi ko'rishlari yoqadi. Eng esda qolarli voqea qanday bo'lgan? Meni kimdirlar urishayotgan bo'lsa, har doim meni yonimda olib, meni qo'llab-quvvatlab turadi. Hech qachon mendan voz kechmaydilar. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Onangiz bilan eng esda qolarli voqealarni aytib bera olasizmi? Yangi yil bayramida. Nima bo'lgan? Ukalarim bilan, singillarim bilan o'ynab o'tirdik-da. Qiziq voqealarni. Hozir o'sha qiziq voqeani onangiz biladilar. Aha, bo'ldi. Demak, aynan buni yodida qolib ketgan o'sha voqea bo'lgan. Buni ko'pchilik qiziq bildirsa-da, lekin bu asosan onasiga tegishli bo'lgan qiziq voqealardan biri. Rahmat sizga. Ko'rasiz. Onam shunchalik yaxshi ko'ramanki, dunyoga salom yaxshi ko'raman. Onam mana shu dunyoga keltirib, mana shu kecha katta qilib berdi. Shu bag'ga o'zim o'qilayman, hajlarga boraman katta bo'lsa. Mana onangiz sizni eshitib turibdi. Dilingizdagi barcha niyatlaringizni, istaklaringizni onangizga yo'llashingiz mumkin. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Meni dunyoga keltirganingiz uchun rahmat. Ayajon, men sizni yaxshi ko'raman. Katta o'zim hajlarga olib boraman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman.